Uylanishdan oldin qaysi analizlarni topshirish kerak? Hatman VICH, SPID, sifilis, gepatit B-ni topshirish kerak. Bular virus. Agar organizmda bo'lsa viruslar, sizlarga sog'lom deb spravka bermaydi. Birinchi lecheniya qilish kerak. Agar VICH, SPID chiqsa, umuman sog'lom deb spravka berilmaydi. Mana shu uchun mana shularni topshirasizlar. Keyin undan tashqari Moskvada yurganlar, ko'p shamollash o'tib ketgan bo'lsa, hatman borib bitta siydik peshob topshirasizlar, qon topshirasizlar va spermogramma hatman topshirish kerak. Agar bepushtlik juda ham ko'paygan, vaqtida 10-15 yil oldin bir mahallada bitta bepushtlik befarzand bo'lsa, bitta odam, bitta oila, hozir sinfdoshlarning ichida 20 kishining ichida 5 tasi уже bepusht, befarzand. 3 yilda, 4 yilda, 5 yilda yangilik bo'lyapti, farzandlar bo'lyapti. Mana shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Hatman spermogramma topshirish kerak. Sabablari juda ko'p. Bepushtlikning energetik ko'payib ketgan, energetik bolalar ichyapti. Arskola, Coca-Cola, saunaga ko'p boradi. Sauna ham spermogrammaning foizini tushirib yuboradi. Mana shuning uchun ahamiyat beringlar. Mana shu kerakli analizlarni Moskvadan ketishdan oldin ham topshirib ketish kerak. Bir tavbat olsa, lecheniya olsa, undan keyin uylansa yaxshiroq effekt beradi. Rahmat.